Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana bir Rohatdan Muslim kanali va men Muslim. Bugungi videoda sizlarga Counter Strike Global Offensive telefon versiyasini APK, OBB, Source Engine degan narsalarsiz o'rnatishni o'rgataman. Videoga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Buning uchun istalgan brauzerni tanlab olamiz. Men Google Chrome'dan kiraman. Ilovaga kiramiz, Google'ga kirib va poiskga yozamiz. Bu yerga CSGO download play mods deb yozamiz va birinchi chiqqan saytga kiramiz. Pastga tushirsak, men bu yerda ordinary download degan tugma bor. Shuni bosamiz va mana bu yerda reklama chiqsa, tepada X knopkasini bosamiz va download, ya'ni ko'k knopkani bosamiz. Va bu yerdan qayta yuklab olishni bosamiz va yuklanayotgan tafsilotlarga kiramiz. Men buni yuklab o'tirmayman, chunki bu o'yinning faylini allaqachon tortganman. Sizlarda yo'q bo'ladi, katta ehtimol bilan umuman yo'q bo'ladi va avvalambor ilovani ko'chirib olishlaring kerak bo'ladi. Ilovani ko'chirganlaringdan so'ng esa birinchi navbatda ilovani o'rnatib olishim kerak men. Videoda ozgina pauza qilamiz, keyin qaytamiz. Men do'stlar ilovani o'rnatamiz. Ilovani o'chirishga majbur bo'ldim, chunki ayrim sabablarga ko'ra, ya'ni sizlarga noldan tushuntirib berishdi. Ilovani o'rnatib bo'lgandan keyin men bu ochish knopkasini bosamiz va bu yerdagi ruxsat CSGO uchun ushbu qurilmadagi surat, video va audiolar kirish ruxsatini beramiz. Va mana bu yerda bizni yuklashni boshlaydi va o'yinni yuklab olamiz. Do'stlar, o'rnatib yuklab bo'lgandan so'ng bu yerda sozlamalar sizlardan xuddi shunaqa tugma chiqadi. Sozlamalar degan joyga bosamiz va noma'lum ilovalarni o'rnatishga ruxsat beramiz va CSGO'ni yangilash chiqadi va ilovani yangilaymiz. Va mana ilovani o'rnatib bo'ldi. OK tugmasini bosamiz va tashqarisi mana CSGO o'rnatilgan. CSGO'ga kiramiz va bu yerdan OK tugmasini bosamiz va telefondan avvalambor men bu Launch Game bilan o'yinga kirib ketiladi o'zi. Lekin qiladigan nastroykalarimiz bor. Tepada normaldan advanceedga o'tkazamiz va bu yerga tegmaymiz va mana bu piksellar formatini belgilab olishimiz kerak. Ya'ni siz telefoningiz kuchliroq bo'lsa, buni bemalol eng baland sizlarda 64 bo'ladi. Agar telefoningiz kuchliroq bo'lsa 32 bo'ladi. Agarda sizlarda 32 turgan bo'lsa, telefonni ko'tarmasligiga qarab 32 yoki undan pastini tanlasanglar bo'ladi. Misol uchun men Samsung A07 deb ilovani o'rnatayotganim uchun bemalol 32 bitga tanlab qo'ysam bo'ladi. Men bu tugmaga tegmaymiz va men bu yerdagilarga ham tegmaymiz. Va yana normalga o'tib Launch Game bosamiz va o'yinni boshlaymiz. Xo'sh do'stlar, bugungi videomiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. O'yinni o'ynay olmasligimizga sabab vaqtimiz chegaralangan. Shu sababdan ham o'yinni o'zlaring o'ynashlaring mumkin. Xo'sh do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling va videoni CSGO'ni o'ynamoqchi bo'lgan, lekin kompyuteri yo'q bo'lgan do'stlarga tashlab qo'yamiz. Xo'sh do'stlar, ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling va o'zingizni asrang do'stlar.